Biz kechqurun ko'rib olamiz. Bo'ldi, assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun yana bitta darvozamizni Xudo xolasa o'z manziliga olib kelib o'rnashtirdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Inshaalloh bugun Roqqonga olib kelib o'rnatdik bu darvozamizni. Ma'lumot qilib beramiz. Razmerlari eniga 345, bo'yiga 380 bo'ldi. Aka-ukalar, tepasida 60 sm setka bo'ldi. Holatini ko'rib turibsizlar. Eshigimiz o'ng qo'lda chekkada ochilyapti. Nerjivenkalar qo'yib berganmiz. Mana holatiga bitta baho berib qo'yasizlar o'zlaring. Juda ham chiroyli, uyimizga yarashib, devorlariga toshni, plotniy bo'lib tushdi. Sababi chekkalari toshni, shuvoqlar toshni uringa bo'lgani uchun zazor qolmadi. Ko'pchilik zazor qoladimi, qolmaymi deyshadi. Shuvoq to'g'ri bo'lsa, albatta zazor qolmaydi. Darvozamizni orqa qismini bitta ko'rib qo'yinglar. Mana orqadan setka holatlari, ko'rinishlari juda ham chiroyli bo'ldi. Har doimgidek o'rtalari serdar zamok. Ozgina shamol kelyapti, darvozani ochishimiz shart emas. Ochilib yopilishlari. Eshigimiz ham bamani ochiladi, 80 sm ochiladigan bo'ldi. Chorva baxshar ekan. Ko'proq kirib chiqqani mana Asha akamizni xonadoniga o'rnatdik ana. Qani kirib ketaveringlar endi Xudo xolasa. Ana. Yangi darvozaga kirib ketishyapti mana. Oynaga bor, oynaga. Ana. Aka-ukalar, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, lislari ikkilikdan bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1,5 qalinlikda, stoykalarimiz 8-8, ikkilik stenkada. Обязательно chekkalarini har bitta darvozamiz choklarini yopib beryapmiz. Gullarni ham qo'yib berganmiz. Mana holatni qaranglar akalar. Kraskalarimiz ham bexijolat, kraskalarimiz ham Devo Hammer Richga smes qilib sachilgan. Sinovdan o'tgan bu kraskalarimiz Xudo xolasa tashlab yormaydi, zang chiqarmaydi degan umidamiz. Mashina o'tadigan qismlari 8 lik shvillar bo'lgan. 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan tayyorlab berdik bu darvozamizni. Xudo xolasa aka-ukalar telefon qilaveringlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz sizlarga ham. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Inshaalloh 935 Islom ustani mashinasi. Xudo xolasa aka-ukalar murojaat qilinglar. Sizlarni ham xonadonlaringga xuddi mana shunday qilib, chiroyli qilib darvozalarni o'rnatib berish bizlarga nasib qilsin. Aka-ukalar, tushunmagan joylaringga qo'ng'iroq qilinglar yoki Telegramdan yozinglar. Telegram, WhatsApp shu nomerda bor. Musofirda yurgan aka-ukalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.